Samarqandlik maktab o'quvchisi xorijiy mamlakatlarning 27 ta top universitetlariga umumiy hisobda 2,5 million dollarlik grant yutib oldi. Navbatdagi lavhamiz ana shu yosh iste'dod sohibi haqida. Ta'limdagi muvaffaqiyat zanjiri juda murakkab. Bu qiyinchiliklarga bardosh bera olganlargina yuqori natijalarga erishishi mumkin. Samarqand shahridagi Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab filialining 11-sinf o'quvchisi Ibrohim ana shu qiyinchiliklarni yengib o'ta olganlardan. U yoshligidan o'z oldiga matematika fanini chuqur o'rganish maqsadini qo'ydi va bu yo'lda tinimsiz izlandi. Birinchi sinfimizda matematika, fizika fanlariga chuqur ixtisoslashtirilgan maktablarda o'qib kelganmiz va ushbu sohada ancha bilimimizga ega edik va ushbu ixtisoslashtirilgan maktablar bizga yana ham turtki bo'ldi, biz bilimimizni oshirishga. O'quvchi yigitning ko'p yillik mehnatlari natija berdi. Ibrohim bugun dunyoning 20 dan ortiq top universitetlariga qabul qilinib, umumiy hisobda 2,5 million dollarlik grantni qo'lga kiritdi. U muddatidan oldin talabalik vaqtiga erishdi. 5 dan ortiq mamlakatning 27 ta universitetlariga hozirda qabul qilinganman va umumiy grant miqdorim 2,5 million tashkil etadi. Hozirgi jarayonda universitetlardan hamma qabul xatlarini olib oldim. O'zim tanlagan universitet Webber International University. Bu universitetdan 100% grantni oldim. Bu universitetni tanlashim ushbu sohamga bog'liq hisoblanadi. Men xalqaro munosabatlar sohasini tanlaganman va o'sha aynan Amerikada o'qishni qaror qildim. Chunki Amerika bu sohada global o'ringa ega bo'lib, keyingi o'qishlarimda ham foydasi tegadi degan umiddaman. Keyingi yillarda mamlakatimizning turli hududlarida, xususan olis qishloqlarda faoliyat boshlagan ixtisoslashtirilgan maktablar o'z samarasini bera boshladi. Ushbu ta'lim muassasalarini bitirayotgan yoshlarimiz dunyoning nomdor oliygohlariga o'zlari tanlagan yo'nalishlarda o'qish imkoniyatini qo'lga kiritayotgani hech kimga sir emas. Ibrohim Narzullayev erishgan muvaffaqiyatlar nafaqat o'zining, balki butun maktab jamoasining mashaqqatli mehnatlarining samarasidir. Muhit alohida rol o'ynaydi, chunki barcha bilimga chanqoq va qiziquvchan o'quvchilarning bir joyga yig'ilishi yanada raqobatni kuchaytirib, o'zimiz ustimizda ishlashga va yanada ko'proq o'sishga harakat qilishga undaydi. Bu maktab internati bo'lganligi uchun o'zining yotoqxonasi va maxsus o'quv xonalari mavjud. Ushbu sharoitdan biz unumli foydalangan holda mana shu natijalarga erishib kelmoqdamiz. Bugun maktabda Ibrohimga ergashuvchi o'quvchilar soni ortgan. U esa Amerika Qo'shma Shtatlaridagi talabalik hayotiga tayyorgarlik bilan band. O'zi diplomat bo'lish orzuyim yoshligimdan shakllanib kelgan va buni shakllanishiga ota-onamning katta hissasi bor. Undan tashqari, Sharq va G'arb mamlakatlarining orasidagi munosabatlar va o'zgarishlarni diplomatiya orqali yuzaga chiqarish va rivojlantirish rejam bor. Mutabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.